Assalomu alaykum Metalbard obunachilarimiz, yana bir xonadonimizga yetib kelganmiz. Ya'ni Bo'ston tumani Mehnatobod MFI Azizbek akamizning xonadoniga yetib kelganmiz. Ko'rib turgan barellarimiz balasina holatdagi barelimiz. Tepa qismlari 51, 2,5 profillardan ishlangan, stenkalari 0.9 bo'ladi. Ko'rib turgan barellarimizni asosiy qismlari burilib qolgan bu yerlarda. Sizga savol tug'ilishi mumkin. Shunaqa har qanaqangi holatlarga biz keltirib berishimiz mumkin. Xo'p, asosiy narsamiz buni metri 409 ming so'm xonadoningizga kelib tushishi. Endi bizda yana asosiy narsalari bor. Ustalarimizni oldindan kelib o'lchashlari bepul va siz ko'rib turgan mahsulotni sifatli yetkazib berish ham biz zimmamizda turadi. Endi yanagi kelasi savolga keladigan bo'lsak, bu asosiy narsamiz sertifikat qog'ozlari, 10 yil garantiyasi va 1 yil servis xizmati bepul ichida bo'ladi. Ko'rib turgan joyimizga mexanikalarimiz bo'ladi. Bu mexanikalarimizni sonlari 3 ta 4 tagacha bo'ladi va undan ortiqroq bo'lsa bonusga kirgizib beramiz. Qilinayotgan ishlarimiz kimgadir ma'qul bo'lsa yoki qiziq ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, pastdagi quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing, siz bilan batafsil tushuntiramiz.